Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi 91-bitdan davom ettiramiz. Ad-darsu thaminu ashara 18-dars. Al-mudarrisu Muhammadun. Mudarris o'qituvchi bilan Muhammadning suhbati. Kam akhon laka ya Muhammadu? Nechta akang bor seni ey Muhammad? Li akhun wahidun, mani bitta akam bor. Va kam ukhtan laka? Va seni nechta opang bor? Li ukhtani, mani ikkita opam bor. Demak, e'tibor qiladigan joyimiz ikkilikni yasashni o'rganamiz. Demak, ukhtun bitta opa yoki singilga nisbatan ishlatilsa, in ukhtani ikkita opa va singilga ishlatiladi. Demak, ikkilikni arablar alohida ikki raqam bilan aytmasdan o'sha so'zning o'ziga oxiriga ani qo'shimchasi qo'shish orqali yasayar ekan. Ya'ni ukhtun bo'lsa bitta opa, ukhtani ikkita opa. Demak, li ukhtani, mani ikki opam bor. Kam ajalatan lidarajati ya Muhammadu? Velosipedni nechta g'ildiragi bor ey Muhammad? Laha ajalatani, uni ikkita g'ildiragi bor. Demak, ajalatun bitta g'ildirak, ajalatani bo'lsa ikkita g'ildirak. Kam sa'atan laka ya Zakariya? Nechta soating bor ey Zakariya? Li sa'atani, mani ikkita soatim bor. Demak, o'sha ani qo'shimchalari bilan ikkilik yasashni o'rganamiz. Ya Ibrohimu abuka tajirun kabirun kam matjaron indahu? Ey Ibrohim, sani otang katta savdogar, uni nechta do'koni bor? Indahu matjaroni kabironi, unda ikkita katta do'kon bor. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu? Sening xonangda nechta deraza bor ey Ismoil? Fiha nafizatani, unda ikkita deraza bor. Liman hadanil daftaroni? Bu ikki daftar kimniki? Huma li, u ikkalasi maniki. Demak, huma degani u ikkalasi degani, li meniki. Liman hatanil mistoratani? Bu ikkita chizg'ich kimniki? Humali. Demak, bu yerda bu so'ziga ham e'tibor berasizlar. Hatani, ikkita narsaga qarab bu degan so'zda bu so'zini o'zi ham ikkilik qilinadi. Hatani, bu degan so'zning ikkilik ko'rinishi. Demak, huma so'zi ham bu u ikkalasi u so'zining ikkiligi. Demak, ikkilik so'zlarga nisbatan ko'rsatishlar ham ikkilik ishlatilar ekan. Demak, hazani muzakkar shakli shuni, bu ikkalasi, hatani bu ikkalasi so'zning muannas shakli. Demak, daftar muzakkar bo'lgani uchun unga nisbatan hazani ishlatildi. Mistoratun chizg'ich muannas so'z bo'lgani uchun unga nisbatan hatani ishlatildi. Demak, huma muzakkarga ham muannasga ham bir xil ishlatilar ekan, u ikkalasi degan so'z. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab dars qilib o'zlashtirib olamiz.